Hozir yosh kelinlarimiz nima mehnat bor shularga hozir. Ilgarigi onalarimiz sabr, bardosh bilan juda qiyinchilik bilan bola chaqa katta qilishgan. Qo'lda kir yuvishgan. Qozon ilib, suv ilitib, yarim kuni kir yuvish bilan o'tib ketgan, to'g'rimi doda? Bir kuni yelkasi og'rib yurgan keyin onalarimiz. Tandirdan non yopishgan, o'choqda ovqat qilishgan. Yaqin 40 yildan buyog'iga yaxshi bo'ldi. Gaz kelib, boshqa bo'lib, kechasi bilan pechkaga olov yoqib, uyni isitib, mehnat bilan o'tib ketgan onalarimiz, qo'llari qavarib ketgan mehnat bilan. Lekin o'sha kunlarga sabr qilishgan. Birortalarda noshkurlik bo'lmagan. Bu meni ishim emas demaganda. Hozir yashagan sharoiti oliy darajada shohona hayot. Arzimagan ishni ham bu meni ishim emas deydi.